4 xil intellekt bo'ladi. Ya'ni bu bolalarda ham mana shu 4 xil intellekt haqida bilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bolani o'sha intellektlar qaysi biri sust ketayotganiga qarab ham xulosa chiqarish kerak bo'ladi. Bular qaysilar? Birinchisi akademik intellekt, ya'ni bizani asosiy IQ'miz, maktab fanlarini o'zlashtirish. Faqatgina maktab fanlarini o'zlashtirish bizada yashab ketishimiz, hayotda muvaffaqiyatli bo'lishimiz uchun yetmaydi. Akademik bilimlar bu maktab fanlarini o'zlashtirish, ya'ni matematikani zo'r bilish, biologiyani, yozuvni, o'sha fizikani o'qib qabul qilish, ya'ni mana shu bilimlar bu akademik IQ deyiladi. Va biz afsuski ko'pincha akademik IQni rivojlanmagan bolalar bilan ishlaymiz. Ko'pincha shuning uchun bu ham muhim hisoblanadi. Ya'ni maktabda yomon o'qisang ham bo'laveradi degan narsa kerak emas. Ikkinchi IQ emotsional IQ, bu AIQ deyiladi. Bu emotsional IQ yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Bu emotsiyalarni his qilish, ya'ni birovni emotsiyalarini, o'zimizni emotsiyalarimizni tushunishimiz. Bunga miyani boshqa qismi, mana akademik IQga kara, ya'ni o'sha miya yarim sharlari javob bersa, emotsional IQga limbik sistema, gipotalamus javob beradi. Ya'ni bu sohaning rivojlanmasligi, mehr bo'lmasligiga, boshqalarni emotsiyalarini tushunmaslikka, insoniy tuyg'ularni odam emassan deydi. Hozir mana telefonlar natijasida emotsiyani tushunmayapti. Emotsional IQni tupit qilyapti. Ya'ni o'zini nima xohlashini, boshqalar nimani xohlashini va ko'ngil sezish degan narsa hisoblanadi. Intuitsiya, ya'ni biz mana shu ish o'xshamasligini bolalarga sezib man oyog'im tortmayapti deymiz. Mana shu narsani rivojlantirish kerak bo'ladi. Bizda ko'pincha buni ota-onalarimiz rivojlantirishmagan va biz hozir psixologlarga shuning uchun muhtoj bo'lyapmiz. Bizning avlod agar mana shu emotsional IQni yaxshi rivojlantirsa, bolada ertaga psixologlarning yordamiga unchalik muhtoj bo'lmaydi. Ya'ni o'sha mana shu ish yaxshi ish o'xshashini biz o'sha ko'zi yeta olish kerak. O'sha mana shu IQni juda yaxshi rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni boshqalarni holatiga ham o'sha faqat o'zini o'ylash emas, boshqalarni ham o'ylashga tushuna olishda, boshqalarning emotsiyalarini ham tushunish, o'zinikini ham tushunish, yoki o'zinikini boshqalarning bosimiga tushib qolmaslik, o'zini shunga xavotir olyapsanmi yoki bor shunaqa hozir holatlar, abuse masalan holatlari yoki narsissizm degan holatlar, ya'ni o'z turmush o'rtog'i yoki yaqinlarini emotsiyalarini inkor qilish, bu ham kasalliklarga olib keladi. Biz bilamiz, eng birinchisi onkologiya. Ya'ni bu narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ya'ni bolalarda emotsional IQni rivojlantiradigan hozir har xil mashqlar, har xil klublar, har xil kitoblar, filmlar ko'rishar ekan, bezovtalar. Filmlar, da. Uchinchi IQmiz bu ruhiy IQ hisoblanadi. Ruhiy IQ bu din va mana shu ruh rivojlanishi, ya'ni bunga ko'pincha o'sha religiya kiradi. Ya'ni bunda nimani ko'ryapmiz hozir? Ayrim bizning shunaqa qatlam paydo bo'lgan, faqat mana shu ruhiy IQga, ya'ni ruhiy rivojlanishga tayanib, mana bu qolganlarini esdan chiqarib inkor qilishyapti. Dunyoviy bilimlar, ya'ni faqat diniy bilimlarni tan olish va boshqa bilimlarni tan olmaslik ham bolani og'ir ahvolga, ya'ni insonlarni og'ir baxtsizlikka yoki birovni boshqarishga, birov uni boshqarishiga, birovni ta'siriga tushib qolishga olib keladi. Shuning uchun ya'ni bizni asosiy bazalarimiz, ya'ni ikki qo'l, oyoq, xuddi ustunimiz bo'lganda, bu faqat bir tomonlama qarash hisoblanadi va bu narsani tushunish kerak bo'ladi. Ya'ni din tarafdan hozir birovni ta'siriga tushish, ya'ni manipulyatsiya, din tarafdan ko'p manipulyatsiyaga uchraydi va gunoh bu, san do'zaxga tushasan deb o'zini maqsadlarida foydalanishga olib kelmaydi, qachonki mana bu bilimlar bo'lsa. Va to'rtinchi
IQ bu fizический jismoniy IQ hisoblanadi, ya'ni bu sog'liq, jismoniy rivojlanishga, sportga e'tibor berish, ya'ni sport mana shu 3ta IQni mustahkamlab beradigan, ya'ni jismoniy rivojlanishga e'tibor bermagan odamda iroda va o'sha ma'lum markazlar intizom rivojlanmaydi. Masalan, sog'lig'iga, masalan, bitta misol aytaman, ovqatlanishiga yoki sportga e'tibor bermagan odam, buni jamiyatda ko'rib turibmiz, qorni katta, semiz va sizga dindan yoki boshqa tomondan aql o'rgatishi bu biroz noto'g'ri, chunki unda sahrli diabet bo'ladi, qon bosimi oshgan bo'ladi, jir, ateroskleroz va bunaqa miya afsuski yaxshi sog'lom ishlamaydi va bu to'liq sifatli inson bo'lmaydi. Shuning uchun farzandlarda, bolalarda va ota-onalarga mana shu 4ta IQni rivojlanishi kelajakda bolalarni ham, o'zimizni ham baxtli, har tomonlama baxtli va полноценный odam deymiz, to'laqonli inson bo'lishimizga yordam beradi. Va mana shu 4talasini bir vaqtda, shuning uchun ham sportga beryapti ko'p ota-onalar, yaxshi repetitorlarga beryapti va ya'ni suhbatlar, ya'ni jamiyatda общениyaga ham o'rgatishimiz kerak bo'ladi, cheklab qo'ymasdan telefon, kompyuterlar. Bizani oldimizga keladigan bolalarda ko'pida IQ past, emotsional intellekt baland bo'ladi-da. Salga yig'lab borishadi, lekin bizani tushunish tomonlama emas, o'zi masalan salga yig'lab boradi, masalan-da, Down bolalarimizda shunaqa bo'ladi. Lekin IQ juda past darajada. IQsi balandlarda emotsional intellekt pastroq bo'ladi ko'pincha. Yo'q, shu hammasini rivojlanishiga mashq qilib bordi. O'shani ko'pincha sizlar shug'ullanasizlar, mana shu sohaga ham shu tomonlama e'tibor berish kerak bo'ladi. Masalan, bittasi rivojlanmay qolsa ham bu bolani katastrofalarga olib keladi yoki umuman insonlarni ham. Shuning uchun bu yangi bilimlar albatta, masalan, o'shaning uchun ham aytdim, ota-bobong qilganmidi, ota-bobong bilganmidi, mana shu narsalarni aytish kerak emas va bu o'sha evolyutsiya jarayoniga to'sqinlik qilish kerak bo'lmaydi. Ya'ni o'sha baribir rivojlanish bizdan ham zo'r rivojlanish. Da, biz ko'pincha ovqatga oyoqdan tortishadi, o'xshamaydi, voy, anaqa qilishadi, aldashadi. Yo'q, o'sha maxsus o'sha bilimlarga ega bo'lsa, bola o'zi nima bo'lib ketadi, o'zini yo'lini topib ketadi, olib ketadi. Endi mana bugungi suhbatimiz bilan mutaxassislarga, shu defektolog, logopedlarga nimani aytmoqchimiz? Hamma sohani o'z mutaxassisi bo'lganda, mana surdopedagoglar surdologlar bilan ishlashadi, ko'proq tekshiruvni, eshituvni tekshirishadi, hamda shunga ko'ra korreksion ish olib borishadi. Okulistlar tiflopedagoglar bilan birga hamkorlikda ishlashadi. Defektolog, oligofrenopedagoglar psixonevrologlar bilan birga ishlashadi, lekin logopedlar bilan hamkorlik qiladigan, men uni kursda o'sha mavzularda yoritganda ham aytganman, logopedologlar yo'q, ya'ni nutqni klinik tomonini bizga ko'rsatib beradigan, ochib beradigan mana klinik shifokorlar yo'q. Shuning uchun ham biz nevrologlar bilan hamkorlikda ishlashimiz kerak, chunki nutq bu miya hosilasi bo'lgani uchun u faqat miya to'laqonli ishlaganida, o'z funksiyasini to'liq bajarganidagina chiroyli va ravon bo'lib bizga yetib keladi. Shuning uchun ham qaysi bir o'quvchilarda yaxshi rezultat bo'lmayotgan bo'lsa, yoki nutqi orqada qolayotgan bo'lsa, yoki o'sha normalarga javob bermayotgan bo'lsa, hattoki bitta tovushi avtomatizatsiya bo'lishga qiynalib bo'lsa, albatta uni nevrologga yuborishimiz kerak, chuqur tekshiruv o'tkazishimiz kerak, chunki hozir aytganlaridek miyada nima kechayotganini biz ko'z bilan ko'ra olmaymiz, bolani tashqi ko'rinishidan bila olmaymiz, faqat uni mutaxassislargina ko'rib kerakli yechimni bera olishadi. Taklif uchun katta rahmat, minnatdorman. Shunaqa o'z ustida ishlayotgan zamonaviy logopedlar borligidan juda ham xursandman va sizlarga juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Va yana bir taklif bor, ya'ni alohida kasalliklarni alohida yoritish ham mumkin, chunki hozir faqat anatomiya, o'sha miyani tuzilishi haqida gaplashdik. Agar talab takliflar bo'lsa,
har bir kasallikni alohida ko'rib chiqish mumkin. Bitta masalan autizm yoki ras men ham ras simptomlarida juda ko'p ma'lumotlar bor. Mana shunaqa qilish ham mumkin. To'g'ri. Hozirgi kunda mana TMS keng rivojlanib ketdi. Xudo xolisi niyat qilib turmiz. Shu TMS logoped mutaxassislarga, defektologlarga foydasi katta ekan. Mana o'sha lecheniani olib kelgan bolada yaxshi rezultatlar bo'layotganini ko'ryapmiz-da. Mingta dori ichgandan ko'ra foydasi ko'pligini ko'ryapmiz. Shuni olib borish kerak seminar qilib o'rgatish. Da, qisqacha TMS haqida ham aytib o'taman, hurmatli logopedlar. TMS ya'ni transkranial magnit stimulyatsiya apparati protsedurasi bu juda ham murakkab apparat hisoblanadi va faqat mutaxassislargina, faqat nevrolog nazoratida qo'yilishi kerak bo'lgan apparat hisoblanadi. Chunki buni o'zini har bir kasalliklarga qarab programmalari bo'lishi kerak. Men o'sha Respublika neyroxirurgiya markazida TMS bo'yicha ishlayman va har bir kasallik uchun maxsus programmalar, davolash programmalari ishlab chiqqanman va bu hamma programmalar miyani zonalarini tiklashga, zararsiz tiklashga qaratilgan hisoblanadi va miyani rivojlanishga juda ham yaxshi, o'sha hozir aytib o'tgan neyronal aloqalarni tiklashga juda ham yaxshi yordam beradi. Faqatgina bu apparatlar transkranial magnit stimulyatsiya apparati juda ham qimmat va doказательный, ya'ni isbotlangan, meditsina tasdiqlagan, ruxsat bergan tekshiruv davolash programmasi hisoblanadi va boshqa apparatlardan keskin farq qiladi. Ya'ni Tomatis, mikropolarizatsiya, mikrotok, bak tekshiruvlari bular narx jihatidan ham, apparatni mukammalligi jihatdan ham o'z isbotini topmagan va isbotlangan meditsinadan o'tmagan va bolaga yomon ta'sir ko'rsatadi. Buni hammasini o'rganib chiqqan holda transkranial magnit stimulyatsiyani tanlaganmiz. O'sha neyroxirurgiya markazida ruxsat berilgan va o'sha og'ir kasalliklarni, bolalardagi og'ir operatsiyalardan keyingi komadagi bolalarda ham men programmalar ishlab chiqib ishlatganman va bolalarda juda ham reabilitatsiyasida juda yaxshi natijalar olganman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Natijalarni yana o'sha DR Safarova yana belgilab qo'ysangiz Instagram sahifamda ko'rib chiqishingiz mumkin va TMS haqida ma'lumotlarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Chunki sizlarga kelishadi, ya'ni mikropolarizatsiya olsak bo'ladimi, bak olsak bo'ladimi? Buni aniq farqlari bor va mana shu transkranial magnit stimulyatsiyadan tashqari hech qaysi apparatlar o'z effektivligini va isbotlangan meditsinadan o'tmaganligi sababli faqat SNG davlatlarda qo'llanilishi mumkin. Yevropa, Amerikada только faqatgina TMS ishlatiladi. Bu bilishingiz kerak. Ya'ni hamma bola ham dori icholmaydi, ayrim komada kelishadi. Faqatgina stileti bo'ladi, ya'ni dori hech qanaqa medikamentoz yordam bera olmaymiz. Ayrim bolalarda o'sha kuchli o'sha qalqish, suyuq quyuqqa qalqib qusib boradi, hech qanaqa dori icholmaydi. Mana shunaqa holatlarda yana bir qancha qarshi ko'rsatmalar bo'lgan, ya'ni bo'lgan holatlarda biz TMSni muvaffaqiyatli qo'llayapmiz. Ya'ni bir xil bolalar ximiya oladi, ximiya preparatlari olayotganda dorilar mumkin emas bo'ladi. Juda ko'p kasalliklar bor, cheklangan bo'ladi imkoniyatlarimiz. Bunday holatda biz TMS bilan miyani tiklab olishga dorilarsiz, og'riqsiz va medikamentoz operatsiyalarsiz biz miyani tiklashning usuli, miya hujayralarini hozirgi kunda o'sha transkranial magnit stimulyatsiya bezopasniy deydi, juda xavfsiz metodika hisoblanadi va qo'llayapmiz. O'quvchilaringizni, ya'ni keyin mana siz aytganingizdek TMSdan keyin va o'sha dorilar bilan korreksiyadan keyin bolalar o'sha informatsiyalarni 80-90% informatsiyalarni boya 10%, 5% olgandan ko'ra 10-90%, 80-90% informatsiyalarni qabul qilsa, bu bola uchun ham
men uchun ham mutaxassislar uchun ham bu judayam samarali samarali bo'ladi-da, bo'ladi. ishingiz ko'rinadi. Yana bitta ma'lumotni sizlarga aytib o'taman. Men juda ko'p uchrayapti meni praktikamda. Ayrim yulduz bo'lib ketgan logopedlarga tegishli bu juda achinarli va holat hisoblanadi va ya'ni nevrologlarni inkor qiladigan yulduz bo'lib ketgan judayam kasallar bilan ishlab